Assalomu alaykum Ismoil aka. Bugun mana intervyuni tashkil qilyapmiz. Bugungi intervyuning asosiy maqsadi odamlarni hammani emas, endi ko'pchilikni desak ham bo'ladi, qaysidir ma'noda ibratga chaqirish, qaysidir ma'noda ogohlantirish, nafaqat odamlarni, bizni, hammamizni. Agar mana shu intervyumiz shunga xizmat qilsa, biz nima deydi, bir chiroyli bir ish qilgan bo'lamiz. Harakat qilamiz shunga. Birinchi savolim shundan iboratki, mana siz o'z ishingizni, mana har bir inson o'z ishini ofisidan boshlaydi kimdir, qaysidir xonasidan. Siz qabristonga kirish bilan boshlaysiz. Birinchi qadamingizni qo'yganingizda nimani his qilasiz qabristonga? Men birinchi kelishimda yaxshi inson bo'lsin. Nega desangiz, azoblanmay deyman. Qaziyotganimda. Nega desangiz, hozir odamlar razib hammaga tegishli emas bu. Shunaqa birov haqidan qo'rqmaydigan odamlar ko'payib ketgan. Shunaqalar ko'p. O'shalarda sal azoblanamiz. Bor haqiqat bu. Endi shunaqa odamlar ham bor. Nima deydi? Birovlarga yordam berib, nima deydi? Yordam beradi, pul Yaxshilik qilishni xohlaydiganlar. Ana ularniki paxta chiqadi. Ana shularni birov haqidan qo'rqsin deyman insonlar. Birov haqidan qo'rqsin. Birov haqini yemasin deb kiraman-da, kavlagandan keyin sekin surishtirman, bu odam qanaqa. Shunda men mazza qilaman. Yengil chiqsa, yaxshi chiqsa, borolmasin jon jannatda deb chiqib. Insonlarga shunaqa taklif qilaman. Birov haqini yeysin, haqidan qo'rqsin. Aha, demak sizga bilinadi bu narsa. Bilinadi, bizga bilinadi. Bitta qabrni necha soatda shu kovlab bo'lasiz? Misol odatiy deylik. Mana misol uchun kecha bir ukamiz o'tdilar. Yaxshi bola, taniymiz, pok bola, 4 soatda bo'ldi. Bo'lmasa shunaqa 7 soatga ham boradi. 7,5 soatga ham boradi. O'sha 7,5 soatga bormaydigan bo'lib yashasak, juda yaxshi bo'ladi. Demak aytmoqchisizki, bu harakatlar, bu ya'ni qattiq chiqishi yerni, qiynalishingiz odamning hayoti davomidagi qilgan yomon amallaridan. Bu aniq bilinadi demak. Bilinadi. Bu haqiqat, bor narsa. Aha. Aynan nega misol uchun Go'rkov bo'lishni tanlagansiz? Bu aniq savolda. Men o'zim juda sho'x bola bo'lganman, lekin yoshligimda bor haqiqat. Keyin qandaydir 24 yoshim, 25 yoshimda otam bu yerda Go'rkov bo'lmaganda endi. Otamlar keyin nima bo'lishganki, nima sabab bo'lib bu yerga ikkita ustozim qasishganda ko'rib yurib, shu bilan Go'rkov bo'lib ketishgan. Keyin Xudo insof berishi deydimi, shunaqa insof berganman, otamga, ustozimga aytganman-da. Dada, 7 ta qabr kavlash kerak ekan, erkak kishi deyilgan ekan, dedim. Ha, deyishdi. O'zi bor haqiqat ekan, 7 ta qabr yo'q, qazishmi, yo'q qarashishmi kerak ekan-da, endi to'shlasini bilmadim. Ha, shunaqa deyishdi. Keyin shu bilan endi ularcha yoshlar o'tib qolgan. Shunaqa qilib, yo'q, mana hali ham 7 ta kavlab yuribman. Fotaga tortib yuborishdi keyin, men shu bilan yo'q, to'g'risi ichimliklarni tashadik. Xudoga behisob shukr, Allohimga shukr. Qaytdik. Shu savolni bermoqchi edim. Aynan siz bu ishni tanlaganingizdan keyin, boshlaganingizdan keyin hayotga qanday qarashni boshladingiz? Nimalar o'zgardi hayotingizda? Hayotimdami? Birov dilni ortishdan qo'rqib qolar ekan. Birovga yomon gapirish. Keyin to'g'risi ushqorog'idan ham tashladim, qo'ydim. Endi siz ham sanam tildan chiqar ekan. Shu endi mana 8 yil, 9 yildan bo'lgan bo'lsa, onam o'tganlari, shundan keyin o'zimga o'zim qasam ichdim-da. Birovni so'kmayman, birovni urishmayman. Birovga yomon gapirmayman. Yosh bola bo'lsa ham sizlar gaplashsam, shunga tilim o'rganadi. Xudoga shukr, Alloh insof berib. Hozir Xudoga shukr, so'kmaslikka. Bu so'kish ham yomon ekan, o'zi bu yaxshilikka olib kelmas ekan. Allohga shukr qilib. Bu xulosalar nimani oqibatida keldi? Misol uchun mana qabrni ko'rganingizda insonning yakuni borligi, boy ham, kambag'al ham, yaxshi ham, yomon ham bu yerga kelishi, buni tushunganingizdan keyinmi? Aniq bir xulosa bo'lishi kerak. Aniq xulosa bo'lgani, unda otam tirik edilar. Juda izdarli odamlar, soqollari uzun, soqollik, oppoq kiyimdalarda.
tushimda ayon bo'ldi. U hali bu narsalar bo'lmagan edi. Men qalmoqda baliq tutib o'tiribman-da. Haligi inson kelib, "Bo'tam" dedilar. "Ismoil, bo'tam, nima qilyapsiz?" dedilar. Men aytdim, "Baliq tutyapman." Sho'x edim-da endi u paytlar. Dedim, "Baliqqa ham ozor bermaydi" dedilar. Birinchi turib so'rashdim, qo'l oldim, boshqa qildim-da. Keyin turib ketdim. Ular yo'q qoldilar. Keyin otamga kelib aytdim. "Ota, dada shunaqa tush ko'rdim." O'sha shu potaqa olishim bo'lgan ekanda, birovga ozor berma, mana birov dilini og'ritma. Shu senga уже nima deydi, el xalq ichida yurasan degan ma'no bo'ldimi dedim-da o'zimga o'zim. Shundan keyin mana shu go'rkovchilik nima bo'lishdi, potaqa berishdi, shunaqa qilib go'rkov bo'lib ketdi. Har kuni deyarli yoki ora kunda deylik, marhumlar bilan ishlash, ularni ko'rish, ular uchun qabr qazish bu ruhiy holatingizga qanaqa ta'sir qiladi? Hech. Chunki ba'zilar aytadi-da, o'likni ko'rsam titrab ketdim, sovuq o'likni ko'rish yoki qanaqadir bir odamga salbiy ta'sir qiladi, psixologiyasi deb aytishadi-da. Sizda qanaqa? Chunki siz deyarli har doim menda yo'q, hech qanaqa nimasi ko'rmayman. Faqat endi mana yuvuvchilikka ham borib turaman. Yuvuvchilikka bitta iltimosim bor, mana shu xalqqa iltimos. Tegib ketmasin u insonlarga, akasi bo'ladimi, amakisi bo'ladimi, ota-onasi bo'ladimi, tirikligida shu yotib qolgan insonlarni aka-ukalariga bu tozalab qo'ysa. Yuvchilikka ham boraman-da to'g'risida. Qanaqa nima deydi, sizni ko'nglingizni qirqadigan holatlar duch kelgansiz shunaqa paytda? O'shaning uchun aytayotman, endi yog'ini aytmay qo'ya qolay. Aha. Yog'ini aytmayin. Tozalab, poklab, qiyin emas-ku endi. Yotib qolganlarga ko'proq. Demak, farzandlar, yaqinlar qaramay qo'ygan. Iltimos, shularni. Shu narsalarda sal bir-ikki marta to'g'ri xafa bo'ldim. Axir otamizdir, akamizdir. Yotib qolgan inson muhtoj-da endi narsaga-da. Shu narsalarni xalqqa iltimos qilaman. Yoshlar orasida o'lim ko'payganmi? Nima deb o'ylaysiz yoki kammi? Ayni payt mana kundan kunga. Hozirgi paytda men hozirgilarda o'rta yoshda endi 50, 55 shunaqa shu atrof. 50, 55 60 shu atroflarda ko'paydi. Mana qabristonda odamlar ko'rasiz-da, yaqinlari kelib yig'ilashadi, to'g'rimi? O'sha o'lganda afsuslanishadi, boshqa narsa qilishadi. Siz nimalarni his qilasiz shu payt? Gapirasizmi borib? Ko'rib qolsam to'g'risi o'chiringlar, davshinglarni boraman. Aha, nega? Bo'lgan. Bu yerda mumkin emas. Naborat u mahrum nima deydi, o'lgan odam bezovta bo'ladi. Yig'laganning nima foydasi bor? Yig'lash kerak emas. Naborat kelib qurg'on potaqa qilib chiqib ketish kerak deydi. Keyin yana bitta narsa shu odamlarga emas, erkak kishilarga shu ayollarni shu mozorga olib kelish mayli, kirmasin demaymiz endi. Kirsa ham shu shimda kirmasa, boshiga sal ro'mol o'rab kelib, mayli 2 soat qiyin emas-u, bitta ko'ylak kiyib olish, to'g'rimi? Shunaqa holatda ko'p kelishadi-da. Undan ham bettarlari keladi, to'g'risida. Men jahlim chiqadi-yu. Qaysi voqea aytib bera olasiz, misol qilib qani? Endi aytsak bo'lmay ketadi. Mayli, aniq ismini aytmasdan, yoshini bittasi kelibdi mana shu yerdan. Ko'zingizni tagiga keltiring, mana shu yerdan. Pastda hech bola yo'q, boshda yo'q. Ko'krak yarmi ochiq. To'g'risi bir bola qilib kelib chiqarib yubordik shu yerdan. U nega kelgan ekan? Potaqa kelganda, yonida eri, sho'rtikda. Yaxshimi shu? Hurmatsizlik deb baholaysizda. Albatta. Sal o'ziga qarab kelish kerak-da endi. Bir bola chiqarib yubordik shu yerdan. Sizni to'g'ri tushunadimi shu payt ular? Endi tushunsa tushunar, tushunmasa Alloh bor. Tushunsa tushunar. Mana insonlar odatda otasi, onasi tiriklik paytida yallo qilib yurishadi, ko'p e'tibor berishmaydi, lekin o'lgandan keyin qabr toshlarni bezab, qabr toshlarga boshqacha bir urg'u berishib, hattoki ba'zida qasrgacha qilib yuboradigan joylarni ko'rganmiz-da. Shunga munosabatingiz qanaqa sizni? Endi
bor odam har qilaveradi. Unga gapirgan bilan foydasi yo'q. Shunday farzandlarga nima degan bo'lardingiz o'zi? Ha, endi u farzandlarga avvalambor mana hozir ko'paydi. Mana televideniya nimalarda ko'rib qolamiz. Ota-onasiga qaramagan avvalambor farzand padariga minnalab deyman, boshqa gap gapirmayman. Xotinini ustun qo'ygan. Hozir bunaqalar juda ko'p. Xotinni orqasidan chiqib ketgan. Xotinni ota-onani ko'chaga haydab qo'ygan. Boshqa narsa demayman, padariga navbat deyman, boshqa hech narsa demayman. Alloh o'zi qaytarib oladi, u o'zi biladi. Bilmasa keyin ko'radi. Qaytarib demoqchisiz. Qaytar dunyo bu albatta. O'zimiz ham otamiz bo'lgan. O'zimizga yotib qolgan vaqt esa boshqa qilgan. Qaytar dunyo hammamiz o'ylashimiz kerak. Bugun nima qilsak, albatta qaytadi. Qaytmay iloji yo'q. Mana qabristonga qarayapman-da, aynan siz mas'ul bo'lgan qabristonda deyarli men aytgandaqa bir hashamatli bir qabr toshlar yoki bir anaqa qilib tashlashadi-da, o'shunaqasi yo'q ekan. Yo'q. O'zi qanchalik mumkin shunaqa narsa qo'yish? Avvalambor o'zi eskicha bo'yicha mumkin emas. Eskicha bo'yicha mumkin emas bu narsa. Nima bo'yicha. Endi mana misol uchun mana qo'yganmiz, misol yo'qolib ketmasligi uchun, Tanib olish uchun. tanib olish uchun, toza turish uchun bular qo'yilgan. Ataga u bor shag'allarda bo'lsa kerak, bir paytda aytishgan, bir go'rkov bizga kasb o'rab tashlab u. Endi u chirik-cho'kda. Ba'zida mana qabristondagi qabrlarni shu marhumning yaqinlari kelib tozalashadi-da, o't chiqsa, boshqa narsa qilsa, o'zlaringiz ham yordam bersanglar kerak. O'zi men aytmoqchi bo'lganim, shunaqa farzandlar, shunaqa yaqinlar bormi? Umuman qabristoni shu ahvolga kelgan, o'lgandan keyin hatto xabar olmaydi. O'sha bor u, o'sha kerak. Nega bir aniq siz anaqa bilmaysizmi? Nima deydi, bir chunki qabrlarni doim ko'rasiz bu yerda. Yo'q, ko'ramiz-ku. Xillari keladi, pulga shuvatib ketadi, bizga aytadi, biz shuvab qo'yamiz, pulni beradi. Endi uni picha qarab solgan bormi bu yerda 3-4 ta, uni egasi yo'q. Egalari chiqdi. Hali ham yo'q. Mana bu yerda bir otaxon olib ko'mganmiz. Yo'q. Unga kim qaraydi? Mana shu bor. Ilmu amallar haqida gaplashdik. Qanchalik ko'paydi? Juda ko'p. Juda ko'p. Siz mana misol uchun o'z guvoh bo'lasizmi shunaqa inson qilib ketayotganini yoki o'zingiz topib olasizmi nimadirlar? Gapirib bering shu haqida. Yo'q, meni endi ana ustozim bolalar-yu, mana men kovlayotganimizda chiqadi-da. Mana bunda qo'rchoy yasagan rasmi bor, rasmlari bor. Endi men topganimda bermoqchi edim egasiga. Tanimadim. Endi ninalarimni teshgan, ko'zlarini, burunlarini agar aniq bo'lib tursa ekan, uni ham olib borib berardim. Men buni o'qib tashlab qaytarma qilish kerak, qaytarma qilish kerak. Tanimadim. 3 ta qo'rchoq chiqdi. Rasmlarimdan keyin boylangan. Qarovularim shu yerda edilar. Shogirdlarim ham bor edi. Kim aytdim, qanaqa qo'yib turinglar, shu bilan ko'm qo'yishdi o'sha o'rtaga, yo pastga tashlab yuborishdi. Endi u paytda men tushunmay turuvdim-da. Keyin ustozimga so'radim, ustozim aytdilar, Abdug'offor, Noboda shunaqa chiqib qolsa ustaga dedilar, olib keling, qaytarma qilib savob bo'ladi. Shundan keyin agar chiqib qolsa olib boradi. Qanday ilmu amallar qilganini eshitgansiz odamlarni? To'g'risini aytsang, meni o'zimni hozir ham qilib berishadi. Turmushdan ajrashsin deb. Mana shuni orqasidan men turmushimdan ajrab ketganman. Kinoyis yo'qlar. Tiriklar lekin. Farzandlari uydan chiqib ketsin deb. Shal bo'lib yotsin deydi. 1-2 bo'lmasin dedilar. Endi haqiqatni aytishga kelay. Mani o'zimda mana bo'layotgan voqea. Mana shu otamni ham o'z aqliga ziyoq qilib tinchdi. Avvalambor bu sabab Alloh bu.
Bo'ldi bu. Bor haqiqatni gapiraman. Onammi jigari tamom yo'q bo'lib qolmadi hech. Mendan katta akamni osib o'ldirishdi. Endi sabab bo'lyapti-da bu narsalar. O'tganlardan keyin topib eshikni tagiga qo'yib ketgan. Pollarni buzib oldi. Nima chiqqan u yerdan? Mana shundoq narsa mozori turpog'i qilingan dumaloq qilib, ichida nina ham bor. Jun ham bor. Qulub bor. Tirnoqlar. Endi ketib bo'lgandan keyin bular nimasi? Men buni sezib qolganim, otam endi aqli zaif bo'lib qoldilar-da. Yotib qolmasdan bir kun oldin otam mana shunaqa paytda asrdan keyin yotib qoldilar, ko'p yotmadilar. O'sha bir daraxtimiz bor, daraxt tagini borib cho'p bilan kavlab o'tirdilar-da. Endi men to'g'risidan ham yuvintirishim kerak. Bir kunda 3 marta, 4 marta yuvintirmasa bo'lmaydi endi. Yuvintirish yuring deb olib boraman dedim, itarib yubordilar-da. Kuchim yetmaydi endi. Ota bilan zarda qilib bo'lmasa, akamni chaqirdim, o'g'limni chaqirdim, bir amallab ushlab olib bordim. Yuvintirib olib keldim. Shu yerda gapiramay qoldilar. Dedilar, shu yerda yotdilar bo'ldi. Ertasiga bir kun o'tib, ertasiga 11:30 da jonlarmiz. Keyin arada bir hafta o'tdi-da. Otam ko'm keldik, boshlandik. O'sha arada men eskichami nima deydi, mazam bo'lmay oyog'im ishlamay qolaverdi-da. Domla akamiz borib Shuhrat aka. Shularga shunaqa bo'lyapti. Dedim, "Iya" dedi. "Qarindosh urug'laringizda domla bor." "Ha, bor" dedim. "Bo'yningizga olmasangiz bo'lmaydi." "Kim bo'lmasa bering" dedim. "Yo'q, meni kuchim shunaqa dedilar, endi kuchim yetmaydi." Keyin bu Abduqoppor domladan pataqa oldim, nima qildim. Shundan keyin sezadigan bo'lib qoldim. Uyga qo'ysa sezaman. Keyin onam Xudo rahmat qilib o'tirdilar. Endi bu haqiqat odam o'tadigan bo'lib qolsa, odam sarg'ayadi-da rang. Shunaqa rang. Men aytdim, "To'xta, nima bo'lsa bo'ldi" dedim-da. Keyin Sirdaryoda bir singlim bor edi, Laylo degan. O'shani beshta sabab topdim endi. Endi aprislar ham ko'p-ku. Ulardan Xudo asrasin. Shular keldilar. Ular bormadilar ham, boshqa ham qilmadilar. Ismoil aka dedilar, "Shu daraxt bor ekan, shu tomonda" dedilar. Shu kavlab keling dedilar, olib kelinglar. Bordim. Men aytdim, "To'xta, shu otam kavlab o'tirgan joyi kavlaychi" dedim. Shundan boshlandi. 50-60 ta topib bordim. O'sha turmushim ham ajralib ketgan, otam ham ketgan, akam ham ketgan. Arqam mashina. Bu ko'payib ketgan. Bu o'zimni boshimdan o'tgan narsa. Qanday insonlar shu ishlarni qiladi? Qanday oxirati yo'q insonlar, oxirati yo'q. O'shanaqalarni go'rni ham kavlamaydilar. Ularda vaqti qiynalsa yer ham bermasa kerak. Naqalaydi. Qaytsin insonlar. Nima keragi bor? Oxiratimiz kerak. Bu dunyoda 50 yil yashaymiz. Mana bugun hozir o'tirimiz, uyga yetamizmi yo'q, buni Alloh biladi. Nima keragi bor yomonlik? Qismasin yeyman. Qilmasin insonlar, nima kerak? Yeb ichsin undan ko'ra. Katta. Kiysin. Farzandiga bersin. Nima keragi bor? Misol uchun bu ilm amal, ma'mur, iqtisod, yaxshi kichkina bunga qilmaydi uni. O'sha farzandlari yig'sa bo'ladi-ku. Qilayotganlarchi? Ya, ular 2 barobar. 2 barobar do'zax u. Ular yaxshi biladi, oxirati yo'qligini o'zlari ham aytadi, oxiratim yo'q deb. Ular biladi. Bu dunyoda yashaydi. Bu dunyo ko'ziga tegi kelmaydi ularni. Qaysin, yomonlik qilmasin-da, birovga. Mana odamlarni fazilati haqida gapiryapsiz-da. Siz umuman hurmat qilmaydigan erkaklar qanday erkaklar? To'g'risini aytaymi? Xotindan qo'rqadiganlar. Ha.
va shu hurmat qilmayman. Xotinning gapiga kiradiganlar va shu hurmat qilmayman. Kibrlanadi. Men misol uchun bor yoshlar ichida misol. Men o'zim shunaqa hozir shunaqa yoshmi, qarimi salom beraman. Bilaman, sezaman. Ikkinchi marta yana salom berib o'tib ketaveraman. Lekin aytib qo'yaman. Kibr bo'lmaydi deyman. Basharasiga aytaman. Aytib o'tib ketadi. Nega? Nima deydi? O'shanga kimdir balkim o'sha o'zi sezmas. Aytib qo'ysangiz biror marta, ha, deb o'ylaydi, balkim o'ylab sal o'ziga kelib oladi deyman-da. Qabr qaziyotganda aytishadi, ilon chiqadi deydi, katta-katta ilonlar chiqadi deydi. Bu ilon chiqishi ham odamni hayot kechirgan hayotiga bog'liqmi yoki boshqami? Yo'q, endi men shu paytgacha kavlaganda yo chiqmaganu ustozlarimdan chiqqan. Aytganlar, mana shu kavlayotganingizda po'killab qoladi-da, yumshoq. O'shanda ehtiyot bo'lgan deyishgan. Shu darga nimada kavlashayotganda o'pilib tushib ketgan ekan. Bu katta ilon, 5 metr deydilar, otam aytdilar, 5 metr. Ko'tarilib chiqayotganda, sizni joyingizmi deb bekitib boshqa joydan kavladik degan. Ha, ilon chiqsa demak u qabr qazilmaydi. Yo'q, endi tegi ilon katta qilib oladi-yu tegi. Endi u eshitganman o'zimdan. Alloh asrasin, chiqmasin iloyim. U yaxshi insondan chiqmasa kerak menimcha. Mayitlarni yuvganman deysiz va yuvib kelaman deysizda. Qanday turdagi mayitlarni yuvgansiz? Misol uchun ba'zi mayitlar bor, hattoki yonib ketgan, qo'li sinib ketgan, ajrab ketgan, bir yomon ahvoldagi mayitlar bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, men aytganim nimaga avariya bo'lganlarni nima qilmaganman-u, yotib qolganlarni o'shaning uchun iltimos qildim. Shu yotib qolganini, yuvganini. Qaravsizda endi o'shaning uchun iltimos qildim. Yotgan odamlarga qattiqroq qaranglar. Bir kunda 3 marta qarama, 4 marta qara. Tozalashga ham. Qiyin emas u. Tirnoq olish, to'g'rimi? Qiyin emas u endi soqol olish. Yo'qda suvga chayib qo'yish. Aha, to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Inson bu hayotga nima uchun keladi? Sinovga. Men shunaqa deb o'ylayman, sinov. Hayotimiz sinov. Sinovdan o'tish osonmi yoki qiyin? Qiyin. Ya Parvardigor, hammamizda ham gunoh bor. Astag'firullah, tavba qilaylik. Yoshlarga maslahat berishingiz kerak bo'lsa, u qanday bo'lardi? Yoshlarga birinchi o'rinda endi o'zimdan ham o'tgan-ku misol. O'zim ham yosh bo'lganman. Endi uylanmaganlar bo'lsa, otasini, onasini aytgan qizini olsin. Uylanganlar bo'lsa, otadan, onadan ustun qo'ymasin. Iloji bo'lsa, ko'proq mehnat qilsa, oram bo'lmaydi, hammaga ham yoqadi. Mehnat qilmagan odam hech kimga yoqmaydi. Ota-onasini qariyalar uyiga yuborib tashlab ketadiganlarga fikringiz qanaqa? Padariga minnatdorlik deyman. Haqiqat. O'sha xotinning gapiga kirgani uchun boradi-da. Nega boradi? Meni ham otam qari bo'lgan, menda ham ayol bo'lgan misol. Hammadan hamma gap o'tadi. O'zi erkaklar ham maqol bor-ku. Kelining yomon bo'lsa, o'g'lingdan ko'r. Qizing yomon bo'lsa, kuyovingdan. Kuyoving yomon bo'lsa, qizingdan ko'r deydi. Bekorga emas-da bu. O'shalarni ham ertaga ballar olib boradi o'sha yerga. Qaytar dunyo. Uni o'ylamaydi. Hozir yashasa bo'ldi davrda. Mana men oldingi safar aytgandim. Endi kimdir ishonsa ishonar, kimdir ishonmasa ishonmas. Alloh bor. Go'rda kavlayotganimda ovoz kelgani. O'shandan keyin to'g'risi sochim oqarib ketdi dedim o'zim. O'zim hamma narsadan qaytdim-da men. Nima ovoz kelgan? Savol-javobda. Shunaqa bo'kirotda haligi inson.
aytmayman kimligini, lekin shunaqa yer talashgan. Men keyin surishtirdim, to'g'risi, u yerdan borgandan keyin yer talashgan ekan aka-uka. Men sekin surishtirdim, qiziqdim. Qani nimaga bu? Nimaga menga eshitildi-yu, tepamda turgan shogirdlarga, qarashayotgan ballaga nimaga eshitilmadi? Qabrni kavlab oyoq tomonini olayotganimizda onaxonni kavlayotdik. 3 kun oldin bir insonni qo'ydik. Keyin oyoq tomoni olinadi endi. Oyoq tomonni o'yib 30 sm, 40 sm kavlab o'tganda hali qo'shnining ovozi haqiqatan men ana televizorlarda ko'ramiz-ku. Haqiqatan shu ovoz odam bo'kiryapti-da, ya'ni shunaqa bo'kiryapti, u azobda bilmadim, endi balkim menga saboq bo'lsin dedimi, faqat men eshitdim. Keyin bomo qoldiroqlar, anu arab tili, men tushunmadim tilni. Shunaqa nima bo'pti-da. Keyin avvalambor o'zim sal bosdim. Endi o'zimga ketib qolmay dedim, to'g'risi. Kalimalar aytadim, boshqa qildimda, keyin sekin teshigi bo'ladi. Teshikdan kallamni chiqarib shogirdlarga "Sizlar bola eshitib olasizlarmi?" desam, "Yo'q, nima bo'ldi sizga?" deyapti. Endi rangim oqarib ketgan bo'lsa kerak. Keyin "Yo'q" dedim. Keyin ular aytishdiki, "Mashina o'tdi-yu, o'tgan ovoz bo'lsa kerak" deyishdi. Keyin aytmadim. Endi otamlarning gapi esimga tushdi. Bitta narsalarni gapiravermay. O'shaning uchun oldingi safar og'zimdan chiqib ketib qoldi-da, gapirib qo'ydim-da. O'sha bu narsani. Endi bu men uchun saboq bo'lsin degan, men o'zim o'yladimki, menga saboq bo'lsin. Nima deydi? Yomon yo'llarni Qaytish uchun. Qaytish uchun dedim men. Shunaqa deb tushundim. Aytdim, bo'ldi, tavba qildim, astag'firulloh. Tavba qildim. Endi uning ichida qancha kalima qaytarganim o'zimga ayon, Xudoga ayon. Shunaqa qilib keyin keyin bir 10 minutlar eshitdim-da, o'tirdim. Nima bo'lsa bo'ladi. Keyin kavlab bitirib chiqib ketdim. Keyin shogirdimga keyin aytdim, shunaqa bo'ldi. O'shandan keyin yo'q, Xudoga shukr qilib, gunohdan uzoq qaytdim-da. Endi nima deydi, bilib bilmay baribir gunoh qilib qo'yamiz, qilmayin deyman-da shuni. Bilib ham bilmay ham qilmaydi. Alloh. Tekinga qabr qazigan paytlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Kimlarni? Endi kambag'al inson biladi. Kambag'al bo'lmaydi-ku, insonning kambag'alini o'zi bo'lmaydi-ku. Endi vaziyati kim deydimi? Mana misol hech kim yo'q, misol. Sabrli Alloh ish qilib, Alloh yetkazsin. Muncha ber deyish o'zi haq emas. Misol el haq. Misol so'rashadi mendan. Qancha beraylik? Aytadi, el qaytarib beraylik. Kim bir xil keladi muncha bunaqa nima sharoit chator. U bersanglar beringlar deyman. Bermasa bisabillah, men roziman. Shunaqa joylar ham bo'lib qoladi. Yo'q. Endi birovga borib sharoitiga qarab ishlatasiz. Kambag'aldan-chi, ana bor odam qattiq bo'ladi. Bu haqiqatda to'g'risi. Bor bu, ko'ramiz, hayotda ko'radi. Bir xilda bir marta gap ham chiqishdi. Go'rkovlar undoq so'rayotdi ekan buni. Men aytdim, bo'lmasa kelishsin, kavlashsin o'zlari. Bemalol. Qani qazishsin, ko'rishsin. Bemalol. Qazish nafaqat ruhiy, balki jismoniy ham og'ir. Yo'q, mayli-da. Ko'rishsin, keyin menga aytishadi. Mayli deydi. Mana men eshitganim, mana kitobda ham bor ekan bu narsa. Ota farzand tug'ilganda o'g'il deb nega xursand bo'ladi? Men aytdim, to'xta. Qiziqib qoldim, endi yosh o'tgan sari odam qiziqar ekan. Shu o'g'lim meni boqarmikin? Katta bo'lganda, qariganda belim quvvati ketgandir ekan. Xayoldan o'tkazish. O'lganimda o'zi farzand kavlash kerak ekan. Farzand yuvuntirish kerak ekan. Farzand kapanlash kerak ekan. Abuza o'shaning uchun men aytdim, to'xta. Otamni ham bergan.
Mana shu qarindosh urug'imda kim bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha o'zim borib kapallab, o'zim borib agar ko'proq shaharda o'zim qarindoshim borib o'zim kapallab, o'zim agar joy berishsa, yo'rkovlari o'zim kavlab o'zim qo'yaman. Berishmasa, mana bermay. O'zi farzandni shuning uchun. Mana hozir tavba qildim. O'ligi nimasidan qo'rqadi inson? Fikridan qo'rq. Onalar xursand bo'ladi, qiz tug'ildim, qizim bor. Nega vaqt kelsa kirmaydi o'shalarning oldiga, pastollarning oldiga. O'shalar kirish kerak, o'shalar onang-ku katta qilgan yoshligingda chayganmi? Avval jirkanadi. Nasiga jirkanasan? Qil. Hozir men endi ani o'sha assollarni 2-3 marta o'tib kirib o'rganib nima qilganman-da. Men otam bor deganman. Men ham qilishim kerak. Vazifamni bajarishim kerak. Hozir o'g'illarimni ham uncha-muncha olib boraman. Qo'rqmanglar vallarim, qo'rqmang. Nima qo'yotganimni ko'rib harakat qilinglar deyman. Nega? Mana bugun borman, ertaga Alloh biladi. Shu o'g'illarimga ham o'rgat. Ertaga meni otam qandoq nima qilgan bo'lsa, shundoq olib kelsanglar, men roziman, bo'l. Undan keyin qilsanglar qilinglar, qo'rqmasanglar, qilmasanglar o'zingizlar bilasizlar. Nega o'shalar yomon yo'lga yurmaydi, bu yerga kelaversa? O'g'illik qilmaydi. Sabr qilishni o'rganadi. Mana bu uncha-muncha gapda boshqada otani qadrini biladi, onani qadrini biladi. Endi onalar ham har xil bor. Uni Alloh biladi endi. Mayli. Kimlardir tashab ketgandir. Farzand o'zi tashab bo'lmaydi-yu. Ko'p endi. Mayli, Alloh insof bersin ularga. Shu nima qilamiz endi? Boshimizdan o'tgani shu. Xulosaviy fikringiz, oxirgi fikrlaringiz, odamlarga maslahatlaringiz umumiy. Endi birinchi o'rinda yana shuni aytaman, qaytaman. Birov haqidan qo'rqaylik. Yigitlar, shim kiygizmaylik, shu narsa deb do'zaxga ketib qolishimiz hech kim emas. To'g'ri kelmadimi, undan ko'ra to'g'ri kelmadi qilib qo'ysin. Nima keragi bor? Ayolingiz bilan ketasiz, orqadagi bari ko'z bu, qarash uchun berilgan. Qaradik o'sha gunoh ekan. Yoshlarimizga shu, erkaklarimizga asmoq. Ota-onani hurmat qilaylik shu. Ota-ona aslan nima qilsak qaytar ekan. Bu haqiqat ekan.